Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Arshidin Ediqot. Tövəndə vatanimiz Sharqiy Turkiston va dunyo kun tartibiga aloqador muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qani diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Sharqiy Turkistondan bulangan boyliqlar Xitoylarning g'oyat zo'r ehtiyojini qamdamoqda. Sharqiy Turkistonning turlik boyliqlari ishg'oliyat tarixidan boshlab Xitoy tarafidan 1 minutmi to'xtamay bulang-talang qilinib kelgan bo'lib, faqat tarim neftligidan bulang-talang qilinayotgan tabiiy gazlar Xitoydagi necha minglagan zavod korxonaning va 1,5 milliard Xitoyning ishlab chiqarish turmush ehtiyojini kafolatga ega qilmoqda ekan. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi tashviqot organi bo'lgan atalmish Xinjiang radio televiziyasining 11 avgustdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, talon-tarojni pardozlash uchun qo'llanib kelayotgan atalmish G'arbning gazini sharqqa yetkazish nomida Sharqiy Turkistondagi tarim neftligidan Xitoyga to'shilgan tabiiy gaz miqdori hozirga qadar jami 380 milliard kub metrdan oshib ketgan. Bu boyliq Xitoydagi 15 o'lka va shaharlardagi 3000 dan ortiq zavod, korxona va 500 million Xitoyning ishlab chiqarish va turmush ehtiyojiga kafolatlik qilgan. Mazkur xabarda atalmish G'arbning gazini sharqqa yetkazish plani ijro qilinishga boshlagan 21 yilga yaqin vaqt mobaynida Xitoy rejimining tarim neftligida 20 ga yaqin cho'nqur yoki yuqori besimli quduqni yangidan burg'ulab chiqqanligi, bular orqali yilga 32 milliard kub metr ishlab chiqarish iqtidoriga ega bo'lgan zo'r gaz rayonini shakllantirganligi, navbatda tarim neftligining Xitoyning 3 cho'ng asosli gaz rayonining biri ekanligi da'vo qilingan. Bulardan sirt bulang-talang qilingan tabiiy gazning Xitoyga yetkazilishi Xitoydagi muhit bulg'anishini yeniklatgan bo'lib, tarim neftligidagi Xitoyga to'shilgan 380 milliard kub metr tabiiy gaz amaliyotda 500 million tonna o'lchamli ko'mir ko'ydirganga, boshqacha qilib aytganda 530 million tonna karbon 4 oksidni oz quyib berganga barobar ekan. Mazkur g'oyat zo'r tabiiy boyliqning haqiqiy egalari bo'lgan Sharqiy Turkiston xalqi bulardan hech qanday manfaatlanolmayla qolmasdan, aksincha Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini boshdan kechirmoqda. Xitoyning to'kliq avtomobil sohasining og'ir kunlari boshlandi. Xitoydagi to'kliq avtomobil shirkatlarining ehtiyojidan ortiq ishlab chiqarishi va raqobatning qattiq keskinlashishiga ergishib, to'kliq avtomobil sohasi shallash bosqichiga o'tayotgan bo'lib, bu bozorning oldida ketayotgan Biyadi shirkatining sotilish miqdorimi tuvanlashga boshlagan. Fransiyaning Dunyo gazeti 11 avgust bu haqda bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada ko'rsatilishicha, Xitoydagi baho urushi Biyadining baho nisbatini tuvaltiyotgan. Ehtiyojdan ortiq mahsulotlarni qo'ldan chiqarish uchun Biyadi shirkati chet eldagi bozorga texmo ko'p tayinishga majbur bo'lgan. Avgust oyining boshlarida Biyadi shirkatining Hong Kong aksiya bozoridagi pay cheki bahosi 5-oyga solishtirganda 30,2% tushib ketgan. Shenzhen aksiya bozoridagi pay cheki bahosi bo'lsa 49% tushib ketgan. Bu yil 7-oyda Biyadi avtomobillarining sotilish miqdori oldingi oydagiga solishtirganda 10% tuvalligan. Dunyo gazetining maqolasida ko'rsatilishicha, navbatda Xitoyda to'kliq avtomobil shirkatlarining shallash musobaqasi allburun boshlanib bo'lgan bo'lib, bir qism kichik tipdagi Xitoy shirkatlari orqama-orqa sapdan tushib qolgan. Ayni vaqtda Xitoyda soni 300 ga yetgan to'kliq avtomobil shirkatlarining hozir faqat 20 la qolgan. Maqolada qayd qilinishicha, Xitoydagi yerlik hukumatlar to'kliq avtomobil shirkatlarining ehtiyojidan ortiq ishlab chiqarishdagi asosli sababchi bo'lib, 10 necha yildan buyon Xitoydagi ishga o'rinlashish masalasini hal qilish va mablag' solg'uvchilarni jalb qilish uchun avtomobil shirkatlarini zo'r miqdorda to'liqlama pul, yer va hatto zavod bilan ta'minlagan. Bu siyosatlar tabiiyla to'kliq avtomobil sohasida ishincha ishlab chiqarishni keltirib chiqargan. Trump Xitoyga qaratgan tamojna bejini uzartish farmonini imzoladi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoyga qarata yurgizilgan tamojna bejining yana 90 kun to'xtatishni maqsad qilgan bir farmonni imzolaganligini e'lon qildi. Trump 11 avgust ijtimoiy taratquv hisobida bu to'g'riliq uchur hambaharlab, kelishimning boshqa barliq omillari o'zgarmaydi dedi. Bu farmonga asosan
Amerika hukumati Xitoydan import qilinadigan mahsulotlarga qo'yilgan qo'shimcha tamojna bejini to'xtatib turishni 11 oyning 10 kunigacha uzartdi ekan. Bu mezgilda 10%lik o'zaro tamojna beji davomli ijro qilindi ekan. Xitoy savdo ministrligi Amerika mollariga qo'yilgan tamojna bejini 90 kunlik to'xtatib turganligini e'lon qilgan. Bayonotda Amerika mahsulotlariga qo'yilgan 10%lik tamojna bejining saqlanadiganligi va Amerika mahsulotlari duch kelgan boy sirtidagi to'solg'ularning hal qilinadiganligi bildirilgan. Gerçi ikki taraf may oyida Jenevada o'tkazilgan yuqori darajaliklar suhbatidan keyin jiddiylikni pasaytirish to'g'risida kelishim hosil qilgan bo'lsa-mu, ammo musobaqasi muqimsiz davomlashmoqda. Savdo sulhisining uzartilishi hozircha bu yil Xitoy mollariga yurgizilgan Amerika tamojna bejining 30%lik nisbatda qilishidan derak berdi ekan. Bu yil yanvarda ikkinchi qitim vazifaga o'ltirgan Trump Amerikaning adolatsiz deb qaragan savdo qilmishlariga javoban barliq savdo hamrohlariga degudek 10% o'xshash darajadagi tamojna bejini yurgizishga boshlagan edi. O'tgan payshanba bu nisbat o'nlagan davlat uchun o'xshamagan saviyada o'stirilgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.